Hello everybody. Today's topic is Unit 1, Present Continuous, I am doing. Quyidagi misolni o'rganing. Anna avtomashinasida o'tiribdi. U ishga borayapti. She is driving to work. U ishga mashinada ketayapti. Anna aynan hozir, ya'ni so'zlashilayotgan vaqtda mashina haydayapti. Ish harakat tamomlangani yo'q. AM is, are, ing, present continuous. Hozirgi zamon davom fe'lining yasalish shakli. I'm driving. Men haydayapman. He, she, it is, he's working. U ishlayapti. We, you, they, are, we're doing. Biz, u, ular, bizlar qilayapmiz. Present continuous. Zamoni nutq so'zlanib turgan paytda bajarilayotgan ish harakatni yugurayapman, o'ylayapti. Yoki davom etayotgan biror voqea yoki hodisani yomg'ir yog'ayapti tasvirlash uchun qo'llaniladi. I am doing something. Men biror ish harakat bajarayapman, ya'ni bajarish jarayonidaman. Men biror ish harakatni boshlab, hali tamomlaganim yo'q. Odatda ish harakat so'zlashilayotgan vaqtda sodir bo'ladi. Please, don't make so much noise. I am working. Iltimos, buncha ko'p shovqin qilmang. Men ishlayapman. Where's Margaret? She's having a bath. Margaret qayerda? U vanna qabul qilayapti. Let's go out now. It isn't raining anymore. Keling, tashqariga chiqamiz. Yomg'ir boshqa yog'mayapti. Hello, Jane. Are you enjoying the party? Salom, Jane. Ba'zimdan rohatlanayapsanmi? I'm just leaving work. I'll be home in an hour. Ishdan endi chiqayapman. 1 soatda uyda bo'laman. Don't turn the lights off. Don't you see I'm reading? Chiroqlarni o'chirma. Ko'rmayapsanmi? Men o'qiyapman. Lekin ish harakat aynan so'zlashilayotgan vaqtda sodir bo'lmasligi ham mumkin. Masalan, Tom do'sti bilan telefondan gaplashayapti. Tom deydi: I'm reading a really good book at the moment. It's about a man who robbed a bank. Hozir qiziq bir kitob o'qiyapman. U bankni o'margan bir erkak haqida. Tom kitobni aynan so'zlashilayotgan vaqtda, ya'ni telefondan gaplashayotganda o'qiyotgani yo'q. U kitob o'qishni boshlab, hali tamomlamaganini nazarda tutmoqda. U kitob o'qish jarayonida. Yana bir qancha misollar. Catherine wants to work in Italy, so she is learning Italian. Catherine Italiyada ishlamoqchi, shuning uchun u italyan tilini o'rganayapti. Lekin u italyan tilini aynan so'zlashilayotgan vaqtda o'rganayotgan bo'lmasligi ham mumkin. Some friends of mine are building their own house. They hope it will be finished before next summer. O'rtoqlarim uyini o'zlari qurishayapti. Ular uni kelasi yozgacha tamomlash umidida. Present continuous. Hozirgi zamonga yaqin bo'lgan davr, masalan, Today, this week, this evening. bugun, shu hafta, shu oqshom va hokazo ichida sodir bo'layotgan ish harakat va o'zgarishlar haqida gapirilganda ishlatiladi. You working hard today. Yes, I have a lot to do.
Bugun qattiq ishlayapsan. Ha, qiladigan ishim ko'p. Is Susan working this week? No, she's on holiday. Syuzan bu hafta ishlayaptimi? Yo'q, u ta'tilda. The population of the world is rising very fast. Yer aholisi juda tez o'sayapti. Is your English getting better? Ingliz tiling yaxshilanayaptimi? Shu bilan unit 1 tugadi. Endi Lexika.uz saytiga kirib, shu unitga tegishli test savollarini yechishingiz mumkin.